Bu yerda bari kazo-kazolar shu yerdaligi uchunmi? O'zi bitta tumanda bitta shahar bo'lardi. Nimaga bu yerda ikkita shahar bo'lib qolgan? Bittasi Pop shahar. Nimaga hali yetmaslar aka? Andijonda iz bosganida ikkita shaharcha bir joyga qisilib olganidan xabaringiz bormi? Menimcha bunaqa holat boshqa tumanlarda bo'lmasa kerak. Bitta tumanda ikkita shaharcha bor. Bittasi Poytu bo'lsa, ikkinchisi To'rkil shaharchasi. Xo'p, undan tashqari nimaga sababini bilmayman. Aholi soni shahar miqyosiga yetgani uchunmi yoki bu yerda bari kazo-kazolar shu yerdaligi uchunmi? Xullas, Andijonda iz bosganida To'rkilda markazini bilasiz. Aynan svetoforu bor, masjidi bor. Masjidda oldidan aka, assalomu alaykum. Sizga bitta savolimiz ham bor. Assalomu alaykum. Tuzamisiz? Aka, nimaga To'rkil shaharcha? To'rkil shaharcha? Ha, nimaga To'rkil shahar? O'zi bitta tumanda bitta shahar bo'lardi. Nimaga bu yerda ikkita shahar bo'lib qolgan? Bittasi Poytu shahar. Qayer ekan? Nechta aholi soni bilan shahar miqyosiga yetganmi yoki infratuzilmasi bo'yichami yo ishlab chiqarishi bo'yichami? Infratuzilmasi ham o'ziga yarasha 36 ming oshiq aholisi bor. 36 mingdan ortiq aholisi bor. Shahar miqyosiga yetish uchun necha ming aholi bo'lishi kerak o'zi? Menimcha 40 ming bo'lsa kerak. Nimaga hali yetmaslar aka? Yo'q, sizlar ko'rib turganingizdek, xullas bir gap bilan aytganda To'rkilda o'rtasida, ya'ni markazda, bu yerda Sharq supermarketi, Akmal Farm, undan tashqari Happy House nomi bilan yangi magazin ochilgan ekan. Bu magazinda ko'rib turganingizdek, bar shinalar ham, nechili shina desangiz, undan tashqari mashinachalar, diskalar, akkumulyatorlar, kichkina bolachalarning velosipedlari, konditsionerlar, premyerlar, hairlar. Qo'yingki, bir gap bilan aytganda anchagina rasod qilib qo'yishibdi. Ichkariga kiradigan bo'lsak, eshikni yopib qo'yaveray, men xotirjam gapirsam maza qilaman. Sababi siz ham shovqindan sal tinchroq bo'lasiz. 65 talik, 75 talik, nechtalik desangiz televizorlar, kiruvish mashinalari, avtomat, polavtomat, undan tashqari xullas bir gap bilan aytganda bitovoy texnikani barcha mahsulotlari. Undan tashqari siz qurilish qilayotgan bo'lsangiz, qurilishlarni ham miqizga olib beradigan, stepleringizni o'qiga olib berishaverar ekan. Yana to'y boshlab qo'ygan bo'lsangiz, ko'rpa to'shagingizga qilib berishadi. Rostdan aytyapman, hazillashganim yo'q. Muddatli to'lovga olsangiz bo'laveradi. Gadjetlar bor, xullas hamma narsa bor. Bu yerda boylerlar bor, mashinachalar bor, skuterda mana kattalari, xolodilniklar, plisoslar, gaz plitalari, undan tashqari tepada bolajonlarning mahsulotlari ham bor. To'y boshlab qo'ygansiz, xudo xolasa yaxshi niyatda qizingizni uzatgan bo'lsangiz, baribir iloji yo'q. O'zbekchilikning bitta yomon tomonlarini ham, achchiq haqiqat bo'lsa ham kamerada aytib ketaman. Qiz uzatish hozirgi kunda juda ham bir yomon narsa bo'lib qoldi. Nimaga desangiz, mavzudan jinda tashqariga chiqdim, xafa bo'lmaysiz. Qizingni berasan, yana hamma kamini ham qilib berasan. Yo'q, unaqa qilmanglar. Erkaklikni qilib turib, masjidga kelaylik, asha bolajonlar mahsulotlarini o'zimiz olaylik. Pulimiz yetmasa, muddatli to'lovga ham turibdi. Olasizda endi. Nimaga? Endi sizni xizmatingizni qilsa, sizga bola olib kelib bersa, hamma narsangizni qilsa, ota-onangizga qarasa, endi ja chiqib ketdingiz u mavzudan, ishingiz qilmaysizmi deganlar uchun ishimizni ham qilamiz. Endi umuman bir gap bilan aytganda hamma narsa bor. Xullas bemalol kelib, olib, naqd pulda olaman desangiz, yengil bozorga borish kerak yo'q ekan, yengil qilib berishar ekan. Agar muddatli to'lovga olaman desangiz, o'zlari bilan kelishib turib olsa bo'laveradi. Xohlagan muddatingizga. 3 oyga olasizmi, 1 yilga olasizmi, xullas o'zlari bilan kelishaverasiz. Unisiga biz aralasha olmaymiz, chunki aralasha olmaymiz anta. O'zi biladi qanaqa narxga berishini. Xullas bir gap bilan aytganda Happy House, ya'ni menimcha ingliz tilida baxtli xonadon yoki xursand xonadon sifatida keladi. To'g'risi hamda uyingizga borib, avangardlardan, premyerlardan qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, muzdek yotsangiz xursand bo'lasiz, ota-onangiz ham xursand bo'ladi. Hamma narsa bor ekan. Bu yerda litrlari katta-katta premyerlarimiz bor ekan mana. Ko'proq Samsung premyerlar ekan. Oho, ichida telefonlari bilan bor ekan. Bu qarang mana. Mana. Ashuncha telefon bor ekan. Narx masalasi bir gap bilan aytganda hamma joyda naqd pul zo'r. Naqd pulda keladigan bo'lsangiz, yengil olib ketasiz. Muddatli to'lovga bo'ladigan bo'lsa, iloji yo'q. Bilasiz, uni ochiq narsa qanchadir miqdorda baribir balandroq bo'ladi. Uni yashiradigan joyi ham yo'q. Hech kim yashira olmaydi, ham tadbirkor ham yashira olmaydi. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Hali juda ochiq gapirib yubordingiz. Menga kayfiyatingiz yo'qmi deganlarga kayfiyatim yaxshi. Hech qanaqa gap so'z yo'q. Prosta ochiq gaplashganimiz yaxshi. Men sizlarga ko'p holatlarda bilasiz, boshqa obzorlarimizda ham, agar mabodo biznes obzor bo'lsa ham yoki uy obzor bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham iloji boricha borini aytishga harakat qilaman. Endi kamchilik, hammada kamchilik bo'ladi. Mabodo aytib keta olmagan narsalarim bo'lsa, kelsangiz to'ldirib olasiz. Xudo xolasa hamma yo'q, menimcha joyida. To'rkil shaharchasini infratuzilmasiga nisbatan gap ochiq hamma narsa bor ekan. Boshqa joyga borishni keragi yo'q. Chunki To'rkilda ham odam ko'pda.
Shu holatda bemalol aloqaga chiqing. Telegram kanalimizda lokatsiya, podpisatsiya tugmasi, siz ko'proq Rossiyada yuradigan bo'lsangiz, uydagilarga tashab qo'ying, manaqa joy ochildi, bilishdingmi degan narsalarni. O akamiz ochiqdan ochiq gapiryapti, hamma yo'qdi deb aybga bermaysiz. Ochiqlik baribir har doim yaxshi bo'lgan. Aloqaga chiqing, telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol kelishingiz mumkin.